Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo akamiz yaxshi niyatda chiroyli qilib uy solayotgan ekan. Bu uylarga biz o'z ishlarimizni, ya'ni eshik romlarimizni qo'yib berganmiz. Xudo ko'rsanglar bo'ladi. Bu tashqi tarafi. Xo'p, ichkariga MDFlardan qo'yib berganmiz. Akamiz talab istalariga qarab xudo ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib kelib o'rnatib qo'ydik. Xudo hamma yo'g'ini ko'rsanglar bo'ladi. Keyin chiroyli qilib berdik. Oynalarni solib, hamma yo'g'i ichida bo'lib, olib kelib o'rnatish, hamma yo'g'i ichida qilib berdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerga 4 dona eshik qilib berganmiz. Ichkari tarafiga, bu tarafda akvalari bor. Bu tarafda oshxonasi. Oshxona hammasi. Endi ikkinchi etajlarga ham inshaalloh chiroyli qilib beramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlaringizni pastga yozib qoldiramiz. MDF akfa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo chiroyli qilib insof bilan yaxshi narxlarda qilib beramiz. Xudo kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.